Savolim borda hozir tushuntirolmayman sizga aytib beraychi. Biz juda ko'p eshitganman, juda hamma eshitgan bo'lsa kerak. Sizdan ham, Abdulloh domladan va boshqa domlalardan ham eshitganman, juda musulmon odam duo qilsa, Xudodan so'rasa, qabul qiladi, ijobat qiladi deydi. Misol hamma aytadi. Lekin bu hayotda hamma odam nima yaxshi yashash oladi-yu, misol dunyoviy narsalardan so'rasa bo'ladi deydi. Alloh taolo aytgan ekan, duo qilinglar, so'ranglar, beraman debchi. Ana shu misol dunyoviy narsalarni so'rasangda qanaqadir qabul bo'lmaydi-da. Misol qanaqadir duo qilishda o'zini yo'li bormi, struktura deydimi, shunaqasi bormi yo'qsa Xudo yer qayerdan bilyapsiz qabul bo'lmayotganini? Yoshingiz nechida, yoshingiz? Yoshingiz nechida? 25 ta. Mayli bir 5 yoshingizdan duo qilayotgan bo'lsangiz, 20 yildan beri duo qilyapsiz ekan. Misolda endi olaylik. 20 yildan beri mayli sizni nazdingizda qabul qilmayotgandir. Bu degani oxir emas, u yer qabul qilmadi degan yakuniy hisob emas. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi bor. Alloh taolo duo qilinglar deyapti. Duo qilishga chaqiryapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'rgatyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tinmay duo qilyapti. Endi qaranglar, duoda duo qilgan odamga 3 tadan bitta holat ro'para bo'ladi. Birinchisi eng oddiysi. Yani eng kami, eng pasti. So'ragan narsangizni beradi. Xudo menga zo'r mashina ber desangiz, lop etib beradi, mayli. Bugun berar, ertaga, bir oydan keyin, bir yildan keyin beradi-da bunday. Yo, mana so'rayotgan narsasini Alloh taolo undan ko'ra yana afzalroq qilib o'zi xohlaganda, ya'ni o'zi ma'qul ko'rgan mahalda beradi. Endi uni bilmaymiz. Balkim sizga 45 yoshingizda berar, 55 yoshingizda, 70 ga kirganingizda berar. Qachon, ya'ni o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi ma'qul ko'rgan holati bo'ladi-da. Ya'ni o'zi yaxshi ko'rgan narsani beradi. Siz yaxshi ko'rganni emas. Siz endi odamcha yaxshi ko'rasiz endi. Yaxshi ko'rishingiz ham o'zi o'zgarib turadi. Hozir 25 ta yaxshi ko'rgan narsalaringizni 45 ta yaxshi ko'rmay qolasiz. Endi uchinchisi bor. Qiyomatga zaxira qilib qo'yadi. Bu uchalasi ham qabul qilingan duo bo'ladi. Uchalasi ham. Yani duoyimni nimaga qabul qilmayapti degan gap o'zi noto'g'ri. O'zi qachon duo qabul bo'ladi desa, noumid bo'lmagan odamning duosi qabul bo'ladi. Ya'ni nimaga Xudo menga bermayapti, nima Xudo meni eshitmayaptimi degan odamni duosi bunday aytganda hali bugungi tilmaysa annuliruет bo'lib ketadi. Duo qilmagan odamga o'xshab qolasiz. Duo qilgan odam, ya'ni Allohdan so'radimi, berishini kutadi. Xohlasa Alloh tezda beradi. Tezda beradi. Alloh shunga qodir. Tezda beradi. Nima deydi? So'raganini berib qo'yadi. Endi undan yaxshirog'i Alloh o'zi afzal degan narsasini undan so'raganidan ko'ra afzalroq qilib o'zi ma'qul ko'rganini berish. Endi undan ham zo'ri bor, uchinchisi qiyomatga zaxira qilib qo'yish. Chunki dunyodagi o'tib ketadi, masalan, bugun so'rasangiz lop etib berdi. Ishlatib yorasiz, tugaydi, bir narsa bo'lasiz, ketdi shu bilan ertaga sanab tushib ketadi. Endi qiyomatga zaxira qilib qo'ygani bo'lsa, haligi odamlar o'zini teriga g'arq bo'lib, hamma narsadan umidi uzilib, dod deb nima qilishini bilmay, hatto ona bolalarini ko'rsa qochib ketadigan bir dahshatli kunda sizga zaxira qilib, sizning manfaatingizga foydasi teganini qilib qo'ysa, o'sha yerda haligi so'ragan edingiz, ana shuni o'rniga mana bugun shuni beryapman deb turib, sizning gunohlaringizni mag'firat qilsa yo sizga bir ajr mukofot bersa katta. O'zi unga yetadigani yo'q-deng. O'zi o'shunda ham duoingiz qabul bo'lgan bo'ladi-da. Qabul bo'lmagan degan narsani o'zi noumid odam ishlatadi. Agar rostdan Allohga ishonib, Allohdan so'rayotgan narsalaringizdan umidingiz bo'lsa, hozir bermagan bo'lsa, darrov tushkunlikka tushib olmaydi. Endi o'zi 25 ga kiribsiz-ku, tushkunlikka tushib olishingiz o'zi noto'g'ri narsa. Agar Allohga ishonsangiz, endi ishonmagan odamga qizig'i yo'q uni. Lekin ishongan odam 90 yil so'rab, 90 kirganda o'lib ketadi. So'raganni birortasini Alloh dunyoda bermasligini ham ehtimoli bor. Hammasini qiyomatga zaxira qilib qo'yish ham mumkin-da. Ammo eng katta yutib ketgan odam o'sha bo'ladi o'zi. O'shuning uchun tepadagi hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganda sahobalar mazza qilib olganda, zo'r ekan unda. U to'g'ri duo qilamiz har bitta narsada deb turib duo qilishgan. Tinmay duo qilishgan keyin har bir amalda, har bir yaxshilikning orqasida duo qilishgan. Har bir imkon bo'lgan joyda duo qilishgan. Nimaga desa, baribir siz foydangizga ekanda. Hozir so'raganingizda bersa ham foyda, keyinroq bersa ham foyda, oxiratga zaxira qilsa ham foyda. Shuning uchun haligi yomon bad o'ydan qayting oling. Alloh nimaga bermayapti deganingiz, ber desangiz hozir mana bu yurobga bersa bergan bo'lmaydi-da u. Ya'ni Alloh taolodan so'raganda o'zi birinchisi ishonib, ya'ni Alloh bera oladi. Ya'ni beradigan
narsani so'raysiz, beradigan zotdan so'raysiz, shunaqa qilib so'rashingiz kerak-da. So'rashning qoidasi ixlos. Rostdan ishonib, Alloh menga bera oladi deb. Bir qo'shnilaringiz orasida bir kambag'ali bormi? Qo'shnilaringiz orasida bir kambag'al, bir arang uch-much yashaydigan qo'shnilaringiz bormi? Ha, Bek sizdan so'rayapman. Ketib qoldi shekilli. Telefonni ochib qoldim. Yo, eshik ochilib qo'ydi endi yoqishdi. Ha, bor. O'sha arang zo'rga nonini topib yashayotgan qo'shningizga chiqib, qo'shni bir 50 ming dollar berib tura olasizmi? Kerak bo'lib qoldi deb so'raysizmi? Yo'q, so'ramayman. Nimaga? Bera olmaydi. O'sha odamdagi ishonch bor, ixlos. Bera oladi deb so'rash boshqa narsada, bera olmaydi deb turib, endi 50 ming bera olmaydi, balkim bir 50 dollar berib tura olar deyishingiz mumkin-a? Chunki ertaga beraman qaytarib desam bir 50 dollar bera olar deb. Bizdan haligi biz odamlardagi bir g'alati bir narsa borki, Alloh taolodan so'rayotganda ko'pchilik so'rashni voqeligini bilmaydi. Chunki Alloh taolo haqidagi tasavvuri juda tor. Alloh taolodan har qancha narsa so'rasa bo'ladi. Alloh so'rashlikka ruxsat bergan narsalarini liboyini so'raverasiz. Xohlagancha miqdorda so'raysiz. Uni Alloh taoloning mulki keng. Ya'ni butun dunyoda odamni ko'yniga siqqan har qancha narsani so'rasa, hammasiga so'ragandan 10 barobar ko'p qilib bersa, Allohning mulkidan hech narsa kamaymaydi. Ya'ni bizda haligi jam mer so'masa ham bir kichkinaroq bo'lsa ham bir damas bergin tirikchilik qilib turay deb duo qiladiganlar borda haligi. Allohdan so'rayotganingda, xuddi Alloh senga damas emas bir yaxshi bir Sprinter Merc beraman desa, pul yetmay qoladiganday so'rayapti-da. Endi Sprinter desam bermasa kerak, endi katta bu. Mana dayroq deb damas desam bersa kerak. Ya'ni bu Xudo haqidagi tasavvurini buzuqligi o'zi mana budan. Ya'ni so'rash ham hali ishonch bilan bo'ladi-da. Aytayapsizlar, kambag'al qo'shningizga kelib 50 ming dollar berib turasizmi qo'shni deb so'ramaysizda. Nimaga desa, ishonchingiz yo'qda, u so'rasam ham bermaydi. Qaytanga achchig'i keladi yo kuladi, nima deyapsan, mazahlayapsanmi deydi degan tushunchalaringiz bor. Endi Alloh taolodan so'rayotganingizda butun olamlarning Robbisi bo'lgan zotdan so'rayapsiz. Uning qo'lida hamma mulk bor. Xohlaganingizni so'raysiz, og'zingizga siqqanini so'raysiz. Va so'raganingizni bera oladi. Endi shuni bera oladi deb so'raysiz. Endi ba'zilar bor, o'z duolarini eshitib tursang bir ishonchsiz duo qiladi-da haligi. Endi bu unaqa bo'lmasa kerak. Masalan, ko'p yerda men oddiy narsani eshitaman, xalifalik haqida gapirsak, endi xalifalik bo'lsin deyapsizlar, u oson emas-da, shuncha katta derjavolar tursa, sizlarga xalifalik qildirib qo'yamiz deydi. Qarang. Biz kimdan so'rayapmiz? Allohdan so'rayapmiz. Alloh qilaman desa, hali katta derjavolar qildirmay qo'yamiz. Bu o'ylayotgan Alloh bir qudrat qanchalik desa, Amerikachalik bo'lmasa ham bir Yaponiyada yo Koreyada davlat kuchi bo'lsa kerak deb tushunadi Allohni. Alloh haqida tasavvur buzuqda. Bu olamlarning Robbisi u. Bo'l desa, shuni yarim minutdan keyin butun Amerika sunami tagida qolib birorta trillion qolmaydi. Agar Alloh bo'l desa. U qarshilik ko'rsatamiz Allohga. Nima deyapsan degan narsa yo'qda unda. Endi sizlar so'rayapsizlar, u oson emas deb turaveradi. U biz so'rayotgan narsa olamlarning Robbisidan so'rayapmiz. Shuning uchun so'rash ham o'zi butun so'rash bo'lishi kerak. Ishonib so'rash kerak uni haligi. Endi so'rab qo'ydim, o'zi bermasa kerak, o'zi bera olamanmi deb so'rasangiz, o'zi bu so'rash emas. So'rashdagi eng muhim narsa ixlos. Meni shunaqangi Robbim bor. U Robbimning mulkida butun olamlar biz bilgan, ya'ni biz bilmagan narsalar hammasi bor. Va uni qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. Ya'ni mana shunaqa ishonch bilan Allohdan so'raladi. Endi uni aynan qaysidir bir arabcha matnda aytib yo qanaqadir yana bir holatga tushib olib, falonchini 12 ming marta aytib so'rasang manaqa bo'lar ekan degan shunaqa odamlarning fikriga hech ham qo'shilmayman. Chunki o'zi birortasi bir ishonchli xabar emas. Lekin Qur'oni Karimda Alloh taoloning ochiq ishonchli xabarlari bilan aytgan narsasi, bandalarim men haqimda so'rasa ularga ayt. Agar ular duo qilsa, duosini qabul qilaman. Men ularga yaqinman degan. Demak, shu yaqin deb his qilib, meni gapimni to'g'ridan to'g'ri hammasini eshityapti hozir. Va so'ragallarimni xolasa hozir beradi, xolasa keyin, xolasa qiyomatda zaxira qilib qo'yadi, ya'ni shunaqa zot. Deb bemalol hijolat bo'lmasdan murojaatni to'g'ridan to'g'ri qilaveramiz-da, cheres ham qilmaymiz. To'g'ridan to'g'ri o'ziga murojaat qilamiz. Ey Robbim, o'zing ber deb balik. O'rtada falonchi pistonchi qilib har kimni qo'shmasdan. Agar shunaqa xolis duo qilsak, u albatta qabul qiladigan zot. Chunki qayta oyatlarda aytayapti-da,
Alloh taolo so'ralishni yaxshi ko'radi. So'ranglar deyapti. So'ramay qo'yishlik qaytanga ayb, mutakabbirlikka kiradi. Allohdan so'ramaslik. So'ra deyapti. Hamma narsani so'ra. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'qolib qolgan patinkamni ipini ham Allohdan so'rayman degan. Shunchalik kichkina narsa ekan demasdan, katta narsa ekan demasdan so'raverishlik kerak. U Firdav jannatini ber deb ham so'raverasiz. Patinkamni ipini topib olayin deb ham so'raverasiz. U so'rashlik, to'xtamaslik kerak. Allohdan so'rayapmiz biz. Uni ishlamay qoladigan emas u zot. Qancha xohlasak so'raveramiz. Shunaqangi ixlos bilan so'rang, albatta Alloh taolo uni yo so'ragan paytingizda beradi, yo keyin beradi, yo zaxira qilib qo'yadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videolarimiz tezda chiqib turishini istasangiz videoga like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Videolarimizni boshqalarga ulashing. Albatta ulash uchun ham amal qilganlik savobini oladi inshaalloh.